Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga bir dehqonbop puli arzon zo'r mashina keldi. Shuni ham bir ko'rsatib o'taman va undan keyin ko'pchilik so'rayotgan 19-yil mashinani zo'ri kelgan. Shuni ham o'zi bir qator ko'rsatib o'taman, hurmatli obunachilar. Bizning manzilimiz Samarqand shahar, Sagyana Yangiyo'lda. Hozir 19-yil Damas video obzor qilamiz. Keyin 24-yil Damasimiz bor. Keyin mana bu bir dehqonbop mashinamizdan 2003-yilda ishlab chiqarilgan Damas 1. Bu mashinamizni mana shu o'rdasi almashgan, Damas 2 qilingan. Puli yengil, zo'r variant. Hurmatli obunachilar, gazi propan gazi o'rnatilgan mashinamizga. Diska balonlar karmetal o'rnatilgan. Mashinamizning zarboz korobkalari yaxshi, motori ham zo'r. Salonlarni ham, ichlarini ham o'z bir qator ko'rsatib beraman. Mana shu mashinani bir dehqon odam bir rabochiy ishga olib minaman deydimi, bir shaharning ichiga minishga ham zo'rda, xullas, короче. Ne только bu dehqonchilikka. Mana salonlarning ishlari. Patologlar qilingan, ko'zalar qilingan, barlar qo'yilgan. Monitor ham bor ekan. Oynalar pultda ko'tariladi, istiqli podyomnik o'rnatilgan. Kolonkalar ham qo'yilgan. Xullas qalon pul arzon variant. Puli zo'r arzon. 36 million so'mdan kelishtirib beramiz. Mashinamiz tayyor olib minib, любой bir dehqonchilikni, shaharning ichiga bir dastavka pastavkaga ham ishlasa ham zo'r mashina. Puli yengil. 36 million so'mdan kelishtirib beramiz. Bu mashinamizni bitta aniq aybini mana videoni boshida aytib o'tdik. Oldiga mana shu tumshug'i prosta bir Damas 2 ni tumshug'i o'rnatilgan. Keyin bir chaqqa chuqqalari uchun mashinani polностью bir qator asvejet qilingan, lekin mana shu germetik kontashga hammasi o'ziniki joy-joyida turibdi. Kelib ko'rsanglar bo'ladi. Mashina propan gazda, most korobkalari yaxshi. 36 million so'mdan kami bor, hurmatli obunachilar. Nasiya savdoga qiziqqanlar uchun bu mashinamiz 20 million so'm bilan chiqadi. 5-6 oygacha hisob-kitob qilib chiqarib bera olamiz. 20 milliondan kamiga nasiya savdoga chiqmaydi bu mashinamiz. Qiziqqanlarga generalni ham beriladi. Xohlasanglar nomerlarga rasmiylashtirib olsanglar ham bo'ladi, oformleniya qilib. Mashinaning holati zo'r. Xo'sh, keyin shu haftaga yangi partiya kelgan mashinalardan 2019-yil Damas mana. Shu Damasimiz 2019 taxlangan, jihozlangan, zo'r holatda turibdi. Ko'rishinglar mumkin, tayyor. Diskalar ham o'rnatilgan. Yangi apishkalar. Chexollarining holatlari. Mashinamizda yurganiga e'tibor berasizlar. 80.600 yurgan ekan. O barlarini ham ko'rishinglar mumkin. Barlar ham qo'yilgan. Bu mashinamizga $6,000 baho qo'yapmiz. 6,000 dan kelishtirib beramiz. Gazi propan gazda. Mashina full da tayyor. Olib mazza qilib minilayotgan Damas. O't uyda jihozlanib tayyorlangan. Bu mashinamizga nasiya savdoga qiziqqanlar uchun $2,000 bilan chiqadi. Avtokreditga olmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizga $600 bilan chiqadi. Oylik to'lovi 2,7 million so'mdan 5 yilga.
Undan ko'ra 4-5 oygacha bu nasiya qilib olsa bo'ladi. Endi nasiya ham bu nima kimga qulay? Mana shu mashinani misol uchun aytaylik, tan narxi 6000 yoki 5000 dollar. Mana shuni teng yarim puli bor odam berib turib, qolganini bir 3-4 oy davomiga bera oladigan insonlarga to'g'ri keladi nasiya savdoga, 4-5 oyga. Mana shunaqa gap. Xo'sh, keyin 2024-yil damasimiz bor. Bu mashinamiz 5000 probegda. Xo'sh, metan gaz o'rnatilgan, 13 lik Euro diska balon yangi qo'yilgan. Mashinamiz oq rangda, kraskasi 100% toza. Salonlarning ichlariga kojalik obshivkalar qilingan. Mana kojalik obshivka, patologlar qilingan. Besh ming probegda turibdi. Xohlasanglar avtokreditga ham chiqadi, nasiya savdoga ham kelishtirib beramiz. 2024-yil damasimiz. Kelib ko'rib savdolashib bemalol olaverasizlar. Manzilimiz shu Samarqand shahar Sagyana yangi yo'lda turibdi. Toshkent 11-yil damasimiz bor. Assalomu alaykum. Platonnazmi, ko'rganmizmi? Salom. Buni narxini aytmadik o'xshaydi, 24 ming. 24. Buni narxi 7800 dollardan kelishtirib beramiz. 7800 dan uni kami bor. 4400 dan kelishib beramiz. 2012-yil. Metan gazlari bor. Most korobkalari yaxshi. Mashina tayyor holatda. Shu oldimdan o'zi birov salomlashib o'tib ketdiki, shu narxini aytishga adashib qoldim-da. 2012 diska balonlari ham yangi. Bu mashinamizga ham xuddi shunday. Nasiya savdoga qiziqqanlar bo'lsa 2000 bilan bosh to'lov bilan chiqadi. Most korobkalari yaxshi. Buni gazi aytmoqchi propan gazda. Propan gaz. Bu mana yuqorida mana 36 millionlik mashinani ko'rsatdik. Buni ham gazi propan gazda. Aytdimmi, aytmadimmi, yodimda emas, propan gazda bu. Xo'sh. 12 ni metan gazligi bor, keyin yana bitta metan gaz. Mana salonlarning ichlari tayyor ana shu mashina. Salonlari ham qirilgan, sirilgan joylari yo'q. Obshivkalar mana butun holatda yurgani. 225 ming probegda turibdi. Xullas, bu mashinamizni ham narxi 4400. 4400 dollardan kelishtirib beramiz. Hurmatli obunachilar, manzilimiz yana eslatib o'tamiz. Juda ko'pchilik odam telefon qilganda bu qayerning mashinasi, qayerdansiz deb, misol uchun Vodiy tomonidan juda ko'pchilik adashib telefon qilyapti. Sirdaryodan, Surxondaryodan telefon qilyapti, adashib. Mashinam, bizning adresimiz, manzilimiz shu Samarqand shahrida, Sagyanada. Kelib savdo qilib olaverasizlar.